Avstraliya, Bagam orollari, Belgiya, Germaniya, Bolgariya va ularning safi Buyuk Britaniya. Bu yerda qaysi mamlakat nomi yo'q. Dunyo mamlakatlari shu qadar ulkan va o'qishga, o'rganishga arzirli kitob. 200 dan ortiq mamlakatlar haqidagi batafsil ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan. Sizga katta ma'lumotlar omborini, shu bilan bir qatorda sayohat ilhomini taqdim eta oladigan ajoyib kitob. Yuqorida sanab o'tilgan bir qancha mamlakatlar haqidagi ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham geografik ma'lumotlarni bir kitobni o'zida qabul qilib olishingiz mumkin. Internet rivojlangan. Biz uni bir sahifani qidirish orqali qo'lga kiritishimiz mumkin dersiz. Biroq buncha ma'lumotni sizning kitob javoningizdan o'z o'rnini egallashi, kitoblarni varaqlagan holda barcha ma'lumotlarning bir nuqtada turishining o'zi sizning katta boyligingiz deya olamiz. Ensiklopediyaga teng bo'lgan 2000 betga yaqin bo'lgan, yo'q, adashdim, 1200. Yo'q, mamlakat beti. 1200. 1200. Keting. 1200 ga yaqin betdan iborat bo'lgan ushbu kitob javoningizdagi eng qiymatli va ulkan kitob bo'lishiga ishonamiz. Laziz Rahmatov qalamiga mansub bo'lgan, ham millatni qayg'urgan holda, ham mutolaani sevuvchi, kitobni yaxshi ko'radiganlar uchun tuhfa sifatida yaratilgan ajoyib kitob. Millat sevuvchi degan izohga o'ziga xos ta'rif esa siz o'qib chiqishingiz mumkin bo'lgan barcha mamlakatlar haqidagi ma'lumotlar O'zbekiston bilan bog'lagan holda, o'zaro munosabatlarni aks etgan holda yoritiladi. Bu siz va yaqinlaringiz uchun eng yaxshi sovg'a bo'lishi mumkin. Dunyo mamlakatlari, sayohatni shu kitobdan boshlaylik.